Nashkalarimiz kundan kunga kattayapti. Ko'z tegmasin. Juda ham haqiqatan ham bilinib qoldi, go'shli bo'lib qoldi. Ancha katta. Mana. Qarasa mana gigant degan, mana gigant degani, mana bir siqim. Beli gigant. Mana belalarimiz. Bu makiyonchalarimiz ham ancha-muncha bo'lishi. Bir siqim o'sha. Makiyonchalar. Deyarli hammasi bir xil. Kanallarimiz уже bir kundan keyin 30 kunlik bo'ladi. Nasib bo'lsa, уже sotishga tayyor. Kimga qiziq bo'ladigan bo'lsa, nomer qoldiraman. Makiyon bedanalar. Hammasi makiyon, xudo xolasa, kelib o'zi tanlab olaverasizlar. Yo'q, jo'natib yuboring desak, pochta qilib ham jo'natib yuboramiz, xudo xolasa mashinadan. Bir dona makiyon bedanamiz 30 kunligiga 20 ming so'm. Olib ketganlar olib ketyapti уже. 300-350 talar qoldi, adashmayotgan bo'lsam. Kerak bo'ladigan bo'lsa, telefon nomer qoldiraman. Bemalol aloqaga chiqinglar. Bedanalar уже sotuvda, xudo xolasa. Sotilsa sotildi, sotilmasa yo'q, iloji yo'q. 40 kunlikda уже Salomonli tuxumga kirsa, tuxumini olib yeb ko'ramizda. Proyekt yakuniga yetadi-da shunda. Kimdir boshlamoqchi bo'lganlar ham qanaqa bo'lar ekan degan savollar juda ko'p bo'lgan. Maslahat so'raganlar ham ko'p bo'lgan. Bedana yetishtirib, mana yetishtirib ko'ryapmiz. 30 kunlikda sotuvga qo'yamiz deb niyat qildik. Nasib bo'lsa, sotilsa sotildi, sotilmasa 40 kunlikda sotamiz. 40 kunlikda ham sotilmasa, o'zimiz tuxumini yeymiz. Bizga ziyon keltirmaydi bu. Bir dona tuxum bozorda adashmayotgan bo'lsam 700 so'm. Urug'langan tuxumni o'zim sotyapman 900 so'm. 900 so'mdan kuniga bittasi tug'ib tursa, cho'ntak og'irlik qilmaydi-ku. Nasib bo'lsa, proyektimizni oxirigacha yetamiz, xudo xolasa. Bemalol telefon qilaverasizlar. Salomat bo'linglar.